Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga juda ham zo'r yangiligimiz bor. Bir nechta traktorlarimiz aksiyaga tushdi. Narxlari dahshat arzonladi. Marhamat qilib oxirigacha kuzating. Hozir bir nechta hammasini shu bitta videoda biz qo'yib boramiz. Boshqa kanalga o'tib ketishingizdan oldin oxirigacha ko'rib oling. Keyin yana izohlarda narx qancha ekan deb biz keyin yana bezovta qilmaymiz. Xo'p, bu traktorimiz T480 bilasizlar, buni nominal quvvati 76 chi, narxi 220 million. 220 million. Eski narxi qancha edi sancha? 324 million 513 ming 280 so'm. 104 million arzonladi shunda, to'g'rimi? Shunaqa. Yashang. Bu narxning ichida endi subsidiyasi bor. Bilib qo'yinglar, hali endi subsidiyani ayirib tashlaysiz bundan. Marhamat olinglar, tezlatinglar. Yangi yilgacha aksiyamiz. Keyingi modelimizni endi ko'rsatamiz. Ko'chaga o'tib chiqamiz a? Kunamiz isib ketdi a? Kun isib ketdi deya olmaymiz, lekin kun salqin bo'ldi, lekin bizda issiq aksiya boshlandi. Boya ozgina Sanjarxon, ozgina xato qilamiz. Mana bu traktorlarni aytishimizdan oldin, narxni aytishimizdan oldin bugungi chistoni ham aytib qo'yaylik-da. Shundan keyin ertaga eskini videoni bizga qo'yib beryapti deb haqlarga gap so'zlar bo'lmasin. Bugun mana 3-oktyabr 2025-yil. 2025-yil 3-oktyabr. Xo'p, davom etamiz. Keyingi traktorimiz mana Kadinali T480. Buni narxi 280 million. Sanjarxon eski narxi 95 million. 395 million edi. 115 million arzonlashtirib sotyapmiz. Yana bu yolg'on emas, o'sha subsidiya endi esa shu 280 millionning ichida turibdi. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin navbatsiz. Yana bitta narsa, bu aksiya issiq aksiya dedik. Issiq aksiya emas, bu qaynoq aksiya. Chunki bu traktorimizga qo'shib turib biz yana yerni maydalaydigan boyagi rotorli kultivator ham taklif qilyapmiz. 5 million so'mga, 5 million so'mga. Keling, sotib oling, qo'shib olib keting. Keyingi traktorimiz TD5 110. TD5 110 traktorimiz bilasizlar, juda ham hozirgi kunda qishloq xo'jaligida talabgir traktorlarimizdan biri. Asosan, demak, o'zining ishonchliligi bilan dehqonlarning ko'nglidan joy oldi. Buni ham narxini tushirdik. Sanjarxon yangi narximiz buni 550 million bo'ldi. 650 million edi eski narxi, 550 million yangi narx bo'ldi. Demak, bizda 100 millionga bu traktorimiz arzonladi. Endi subsidiya shu 550 millionning ichida. Xo'p. Keyingisiga. Keyingi traktorimiz 60-70lar. 70 traktorlarimiz. Aytmoqchi, TD5 traktorlarimiz navbatsiz, bexijolat kelasiz, pulni to'laysiz, bugunoq olib chiqib ketasiz. 2 soat ichida avtoni qilib beramiz. T60 ga 70 traktorlarimiz. T60 ga 70 traktorlarimizni xuddi shunaqa aksiyaga tushdi. 1 milliard 130 million so'mdan taklif qilyapmiz. Eski narxi 1 milliard 285 million edi. 150 millionga arzonladi? 155 million narx. 155 millionga arzonladi. Xo'p, ko'ryapsiz, xullas hech qanaqangi yolg'on yo'q. Yana aytaman, 2025-yil 3-oktyabr sanasidamiz. Xo'p, bexijolat kelib, navbatsiz kelib, pulni to'lab olib ketishingiz mumkin. Xo'p, yana bitta oxirgi traktorimiz bu aksiyaga tushgan traktorlarimiz, bu Magnum 340 traktorimiz. Bu traktorimizning narxi 2 milliard 999 million 999 ming so'mga arzonladi. Ya'ni shu narx ko'rsatilgan narxi eski narxi 3 milliard 400 million atrofida edi. Bilasizlar, bu traktorimizga qo'shib orqa balonlari, sboyinni, xuddi shunaqa yana bitta para beriladi. Orqa g'ildiraklarida balansir toshlari bor, qo'shimcha og'irlik toshlari. Bu traktorimizni ham navbatsiz olib ketishingiz mumkin. Kelasiz, pulni to'laysiz, sirad ahvol qilib olib chiqib ketasiz. Bu traktorimizning narxida subsidiya endi esa bor. Rahmat.